Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, nafaqa olayotgan yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 1 avgustdan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tartiblar, tekshiruvlar, qayta hisoblashlar va yangi to'lovlar bilan bog'liq o'zgarishlar ko'pchilikka ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirsangiz, ayrim hollarda pulingiz kechikishi, kam hisoblanishi yoki qo'shimcha to'lovni vaqtida ololmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kimda hammasi avvalgidek davom etadi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Hozirdanoq kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar pensionerlar uchun vaqtida yetib borishi juda muhim. Avvalgi tartibda ko'p pensionerlar pensiyasini har oy belgilangan kunlarda bank kartasiga yoki naqd shaklida olib kelinadigan tartib orqali olardi. Ko'pchilik faqat bir marta pensiya tayinlatgan. Keyin yillar davomida hujjat ko'tarib yurmagan. Ish staji, qo'shimcha ma'lumot, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik kabi holatlar esa alohida tekshirilgan yoki odamning o'zi murojaat qilganda qayta ko'rib chiqilgan. Endi asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan boshlab ayrim to'lovlar, imtiyozlar va pensiya hisob kitoblari bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtiriladi. Ya'ni fuqaroning pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank kartasi, ish staji, daromadlari, nogironlik haqidagi ma'lumotlar va oilaviy holati turli idoralar bazasida mos kelishi kerak. Agar mos kelmasa to'lov to'xtab qoladi degani emas, lekin aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, bir pensionerning pasporti yangilangan, lekin bankdagi karta eski hujjatga ulangan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya tushishi kechikadi yoki bank sizdan ma'lumotlarni yangilashni so'raydi. Yana bir misol. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya organidagi manzil eski qolgan. To'lov kelaverishi mumkin, ammo ayrim qo'shimcha yordamlar yashash joyi bo'yicha berilgani uchun odam ro'yxatdan chetda qolib ketadi. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Hamma pensioner vahimaga tushishi kerak emas. Pensiya avtomatik bekor qilinmaydi. Lekin o'z ma'lumotlarini tekshirmagan, hujjatlar eskirgan, bank kartasi muddati tugagan, nogironlik yoki parvarish bo'yicha hujjatlari yangilanmagan odamlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. 1 avgustdan keyingi eng muhim masalalardan biri pensiya va qo'shimcha to'lovlarning kimga qanday asosda berilishidir. Pensiya faqat yoshga doir pensiyadan iborat emas. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya to'lovlari, parvarish puli, ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha yordamlar ham bor. Har birining sharti boshqa. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan 18 yosh ota ham bor. U 12 yil ish stajiga ega. Pensiyasi har oy 1 million 2 ming so'm bo'lsin. Agar uning bank kartasi faol bo'lsa, pasport ma'lumoti to'g'ri bo'lsa, yashash manzili o'zgarmagan bo'lsa, u odatda hech qayerga borib ariza yozishi shart emas. To'lov belgilangan tartibda davom etadi. Lekin agar u 2 avgustgacha kartasining muddati tugaganini bilmay yurgan bo'lsa, pul hisoblangan bo'lsa ham karta orqali yecha olmasligi mumkin. Shunda muammo pensiya organida emas, bankdagi karta holatida bo'ladi. Ikkinchi misol, 63 yoshli ayol pensiya oladi. Lekin uning 2 yil ish staji ilgari hisobga kirmagan. Sababi eski korxonadan arxiv ma'lumotnomasi topilmagan. Endi u arxivdan yoki sobiq ish joyidan ma'lumotnoma olib kelib, pensiyani qayta hisoblashni so'rashi mumkin. Agar o'sha 2 yil staj tasdiqlansa, pensiya miqdori o'sishi ehtimoli bor. Masalan, 1000 so'm pensiya olayotgan odamda qo'shimcha staj va ish haqi ma'lumotlari tasdiqlansa, pensiya 1000 yoki 1 so'mga chiqishi mumkin. Aniq summa har bir odamning ish haqi, staji va pensiya turi bo'yicha hisoblanadi. Uchinchi misol, nogironligi bo'lgan fuqaro nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladi. Bu yerda eng muhim masala tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotining amal qilish muddati. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, odatda qayta tekshiruv talab qilinmaydi. Agar nogironlik 1 yilga yoki 2 yilga belgilangan bo'lsa, muddat tugashi bilan hujjat yangilanmasa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Ko'p odam aynan shu joyda xato qiladi. Tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. Keyin 1 yoki 2 oy pul kechikadi. Men tavsiya qilaman, hujjatingizdagi amal qilish sanasini bugunoq tekshiring. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Farzand 12 yoshga to'lganidan keyin
Agar o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjat bilan tasdiqlash kerak. Agar bu ma'lumot vaqtida kiritilmasa, to'lov to'xtab turishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Masalan, bola iyul oyida 18 yoshga to'ldi. Avgustda esa litsey yoki oliygohga kirdi. Oila sentabrda ma'lumotnoma olib borsa, avgust uchun ham qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin, lekin buning uchun ariza va hujjat kerak bo'ladi. 5-misol. Yolg'iz yashaydigan pensioner bor. Uning farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda. Ayrim hududlarda yolg'iz keksalar uchun alohida ijtimoiy yordam, oziq-ovqat, dori-darmon yoki parvarish xizmatlari ro'yxat asosida ko'rsatiladi. Agar pensionerning yashash manzili noto'g'ri bo'lsa yoki mahalla ro'yxatida u boshqa tarkibda ko'rinsa, yordamga muhtoj bo'lsa ham tizimda ko'rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun mahalladagi mas'ul xodim bilan ma'lumotni tekshirtirish juda muhim. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Ikkinchidan, bank kartasining muddati tugaganlar. Uchinchidan, manzilini o'zgartirganlar. To'rtinchidan, nogironlik hujjati muddatli bo'lganlar. Beshinchidan, qo'shimcha stajini tasdiqlamaganlar. Oltinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan va farzandi 18 yoshga yaqinlashgan oilalar. Yettinchidan, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki vaqtincha boshqa viloyatda yashayotgan pensionerlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Hujjatlari joyida bo'lgan, karta faol bo'lgan, manzili o'zgarmagan, pensiyasi muntazam tushayotgan va qo'shimcha qayta hisoblashga asos bo'lmagan pensionerlar odatda shunchaki to'lov sanasini kutadi. Lekin men baribir bir marta tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo ko'pincha pul tushmagan kuni bilinadi. Aslida esa oldindan 10 daqiqada hal bo'ladigan narsa bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi hamma uchun bir xil miqdorda sezilmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha yangilikni eshitib, hammaning pensiyasi bir xil summaga oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya turi, ish staji, oldingi ish haqi, qo'shimcha to'lovlar imtiyozli maqom va oilaviy holat ta'sir qiladi. Bir odamda 1000 so'm farq bo'lishi mumkin. Boshqasida 1000 so'm, yana boshqasida umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov pensiyaga qo'shib berilsa ham, uning huquqiy asosi alohida bo'lishi mumkin. Masalan, parvarish puli yoki kompensatsiya to'lovi pensiya bilan bir vaqtda kartaga tushadi. Lekin bu pensiyaning o'zi degani emas. Agar parvarish hujjati muddati tugasa, pensiya davom etadi. Faqat parvarish bo'yicha qo'shimcha qismi to'xtashi mumkin. Shuning uchun kartaga tushgan umumiy summani ko'rib, qaysi qismi pensiya, qaysi qismi qo'shimcha to'lov ekanini ajratib bilish kerak. Uchinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul keyin qaytarib olinishi mumkin. Masalan, odam boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand uchun hujjat topshirgan, lekin keyin farzand o'qishni tashlagan. Bu ma'lumot vaqtida aytilmasa va to'lov davom etsa, keyinchalik tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanadi. Davlat organlari ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Shu sababli huquq tugan holatlarni yashirish foyda bermaydi. Aksincha keyin katta qarzdorlik chiqarishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, meros, ishonchnoma va vafot etgan pensioner nomidagi to'lovlar masalasi. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari darhol tegishli organlarga xabar berish kerak. Vafot etgan odamning kartasidan keyingi oy tushgan pulni yechib olish mumkin emas. Bu keyin huquqiy muammo tug'diradi. Dafn puli yoki o'lmay qolgan pensiya masalalari alohida tartibda, hujjat bilan hal qilinadi. Men buni alohida ta'kidlayman. Chunki ayrim oilalar bilmasdan xato qilib qo'yadi. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksa odam yura olmasa farzandi yoki yaqin qarindosh ishonchnoma bilan yordam berishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, bank talablari va pensionerning tirikligi bo'yicha tasdiq masalalari bor. Agar ishonchnoma muddati tugasa, pulni olishda muammo chiqadi. Shuning uchun ishonchnoma bilan pensiya olayotgan oilalar sana va hujjatlarni alohida nazorat qilishi kerak. 6-nozik jihat, plastik karta va bank ilovalari. Ba'zi pensionerlar telefoniga bank ilovasi o'rnatilgan, lekin parolni nevarasi biladi. Karta esa uyda turadi. Bu xavfli. Pensiya kartasi shaxsiy mablag' hisoblanadi. SMS kodini hech kimga aytmaslik kerak. Bank xodimi ham telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib pensiyangiz oshadi, kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin.
Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati va sababiy kodni begona odamga bermang. 7-chi nozik jihat. Bir odam bir nechta to'lovga da'vogar bo'lishi mumkin, lekin hammasini bir vaqtda olish imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi. Masalan, fuqaro nogironlik bo'yicha to'lovga ham, yoshga doir pensiyaga ham huquqli bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda tanlov qilinadi. Qaysi biri yuqori bo'lsa, o'shani olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday paytda og'zaki gap ishonib qolmasdan, hisob kitobni yozma ravishda so'rash kerak. Chunki 20 ming so'mlik farq ham bir yilda 20 ming so'm bo'ladi. 8-chi nozik jihat, staj masalasida eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi va ish haqi ma'lumotlari juda muhim. Ko'pchilik faqat mehnat daftarchasi yetadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim yillar bo'yicha yozib noaniq bo'lsa, muhr ko'rinmasa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa yoki buyruq raqam bo'lmasa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Masalan, 1999 yildan 1994 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan ayolning daftarchasida yozib bor, lekin muhra. Arxidan ma'lumotnoma olib kelinsa, staj tasdiqlanadi va pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Endi eng kerakli qism. Nima qilish kerak? Men har bir pensioner yoki pensionerning farzandlariga quyidagi tartibda ish ko'rishni maslahat beraman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilayotganini ko'ring. Familiya, ism, tug'ilgan sana bankdagi ma'lumot bilan bir xil bo'lishi kerak. Ba'zan bitta harfdagi farq ham tizimda muammo chiqaradi. Masalan, pasportda G'ulomova deb yozilgan, bank bazasida G'ulomova bo'lsa, to'lov tushgan bo'lsa ham ayrim xizmatlarda xatolik chiqishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? PIN kod esdami? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni bankdan aniqlang. Agar pensiya yoshi katta bo'lsa, farzandi birga borib yordam bersin, lekin karta va parollarni to'liq o'z nazoratiga olib qo'ymasin. Pensionerning roziligi va xavfsizligi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, pensiya miqdorini yozib boring. Har oy qancha tushayotganini daftar yoki telefonga yozib qo'ying. Masalan, iyunda milliy ming so'm, iyulda milliy ming so'm, avgustda milliy ming so'm tushdi. Shunda o'zgarish bo'lsa, aniq ko'rasiz. Agar avgustda kam tushsa, darhol sababini so'rashingiz mumkin. Ko'p odam pulni yechib oladi, keyin qancha tushganini unutadi. Bu esa nizoli vaziyatda noqulay. 4-qadam, qo'shimcha staj bor yo'qligini tekshiring. Eski mehnat daftarchangizni oling. Qaysilar hisobga kirmaganini bilish uchun pensiya organiga murojaat qiling. Agar 1 yil, 2 yil, 5 yil staj hisobga olinmagan bo'lsa, arxivga so'rov yuborish mumkin. Buning uchun pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, sobiq ish joyi nomi, ishlagan yillar va lavozim haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. 5-qadam. Nogironlik yoki parvarish hujjatlari muddatini tekshiring. Tibbiy xulosa qachongacha amal qiladi? Qayta ko'rik sanasi qachon? Shifokor ko'rigiga qachon yozilish kerak? Bularni oldindan rejalashtiring. Muddat tugashiga 10 kun qolganda emas, kamida 1 oy oldin harakat boshlash yaxshiroq. Chunki navbat, tahlil, yo'llanma, komissiya sanasi vaqt oladi. 6-qadam, mahalla bilan ma'lumotni moslashtiring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, kam ta'minlangan, dori-darmon yordami kerak bo'lgan pensionerlar mahalla mas'uliga borib o'z holatini tushuntirsin. Menga qanday yordamlar tegishli bo'lishi mumkin? Ro'yxatda bormanmi? Hujjatim to'liqmi? deb aniq so'rash kerak. Umumiy gap bilan cheklanmaslik kerak. 7-qadam, yozma murojaat qiling. Agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki bahslashib yurishdan foyda yo'q. Pensiya organiga ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: mening pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim asosida qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, bank rekvizitlari, kerak bo'lsa tibbiy hujjatlarni ilova qiling. Arizani topshirganda qabul qilingan sanasi va ro'yxat raqamini oling. 8-qadam, javobini kuting va nazorat qiling. Har bir murojaatga belgilangan muddatda javob berilishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rang. Agar sizga tegishli emas deyilsa, nima sababdan tegishli emasligi yozma asos bilan tushuntirilishi kerak. Qonuniy asos bo'lmasa, yuqori tashkilotga yoki onlayn qabulxonalarga murojaat qilish mumkin. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 20 avgustdan yangi to'lov chiqdi. Pulingizni olib beraman.
Oldindan xizmat haqi bering degan odamlarga ishonmang. Davlat to'lovlari ariza, hujjat va rasmiy tartib orqali hal qilinadi. Hech kim sizdan bank kodi, karta, paroli yoki telefoningizga kelgan SMS'ni so'rashga haqli emas. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni o'chiring va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 10-qadam, oila ichida mas'ul odam belgilang. Ko'p pensionerlar hujjat ishlarida qiynaladi. Farzandlardan biri yoki ishonchli yaqin qarindosh oyiga bir marta pensiya tushganini, karta ishlayotganini, hujjat muddati o'tmaganini tekshirib tursa, katta bu yordam hurmat bilan bo'lishi kerak. Pensionerning puli uning ro'ziligisiz ishlatilmasligi kerak. Men bir nechta oddiy vaziyatni tasavvur qilib ko'rsataman. Birinchi vaziyat, onaxon 72 yoshda, pensiyasi 1.3 million so'm. U yangi ID karta olgan, lekin bankka bormagan. Avgustda pensiya tushdi, ammo bank ilovasida shaxsni tasdiqlash so'raldi. Onaxon vahmaga tushdi, pensiyam bekor bo'ldi deb o'yladi. Aslida bank ma'lumotini yangilash kerak edi. Pasport bilan bankka bordi. 15 daqiqada masala hal bo'ldi. Demak, har doim muammoning sababini aniqlash kerak. Ikkinchi vaziyat, otaxon 65 yoshda, 28 staj bilan pensiya oladi. U armiyadan keyin 30 yil qurilish tashkilotida ishlagan, lekin bu staj hisobga kirmagan. Arxidan ma'lumotnoma topildi. Qayta hisoblashdan keyin pensiyasi 9 million so'mga oshdi. Bu bir oyda kichik ko'rinishi mumkin, lekin bir yilda 20 million so'm bo'ladi. Shuning uchun eski stajga befarq bo'lmaslik kerak. Uchinchi vaziyat, 27 yoshli bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Avgustda 18 yoshga to'ladi. Sentabrda kunduzgi bo'limga o'qishga kiradi. Oila o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, vaqtida topshirsa, to'lov davom etishi bo'yicha masala ko'riladi. Agar hujjat topshirilmasa, tizim bola 18 yoshga to'ldi deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Bu yerda ayb ko'pincha hujjat yetishmasligida bo'ladi. 4-vaziyat, nogironligi bo'lgan fuqaroning komissiya muddati iyul oxirida tugagan. U avgustda pul tushmadi deb shikoyat qiladi. Tekshirilsa, tibbiy xulosa yangilanmagan. Demak, 1 avgustdan keyin bunday odamlar eng avvalo tibbiy hujjat muddatini nazorat qilishi shart. Pulni qayta tiklash mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin vaqt va asab ketadi. 5-vaziyat. Yolg'iz yashaydigan pensionerga mahalla orqali dori-darmon yordam berilishi mumkin, lekin u ro'yxatda o'g'li bilan birga yashaydi deb ko'rsatilgan. Aslida o'g'li boshqa viloyatda. Bu farq aniqlanmasa yordam kechikadi. Pensioner mahallaga borib, haqiqiy holatni tushuntiradi. Zarur dalolatnoma tuziladi. Keyin masala ko'rib chiqiladi. Demak, yashash holati ham to'lov va yordamga ta'sir qilishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarda eng muhim narsa shuki, pensiya olayotgan har bir odam o'z hujjati, bank kartasi, yashash manzili, staji va qo'shimcha to'lov huquqlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Hamma pensionerning puli to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Lekin hujjati eskirgan, ma'lumoti mos kelmagan, qo'shimcha to'lov uchun asosi bor, ariza bermagan odamlar puldan yutqazib qo'yishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugungi pasportingizni, kartangizni, pensiya tushumlaringizni, nogironlik yoki parvarish hujjatlaringizni, mehnat daftarchangizni tekshiring. Kerak bo'lsa bankka, pensiya organiga, mahallaga yoki arxivga murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma ariza qoldiring va javobini nazorat qiling. Sizning hududingizda 1 avgustdan keyin pensiya yoki to'lovlarda qanday o'zgarish sezildi? Pul vaqtida tushdimi? Oshdimi? Kamaydimi yoki hujjat so'rashdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy yordamlar va to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.